Assalamu alaykum. Kerak hafta savdo muxlislari, yine bugün 25 Mart, Xudo buyursa navbatdagi savdomuz o'zimizning Qo'shni mahallamizdan, Yangi bozordan. Yine Anvarbek ukamiz keldi. Shu damasimiz bor edi, 23-yil 29 ming yurgan, Radno 100%, boş balon, metan ishlari, hamma chexol poyizlari ham uzatilgan. Shumkan bo'lgan mashina. Mashina haydab ko'rdi. Ustaga ko'rsatib kelding. O'zingga berib berdim. Keyin savdo etdik. 80 milyon so'm naqd pul berdim. Kelarasizlar muxlislar. Shu Yangi bozorlik Anvarbek ukamiz evvelen benden maşa algan. Shu yana kelib turibdi, sizdan maşa olib xayr ko'rdik deb. Xudo xolasa Anvarbek, tabriklayman uka. Rahmat. To'ylaramin, yaxshi kuna. Naqd pul bo'ldi, shitirra. Kerak hafta savdo muxlislarni aytadan gaping bo'lsa ayta qo'y. Shu kelaverasizlar, Xudo xolasa kerak hafta savdo. Safar akam bilan bir yana shu damas oldik. Kerakni hamma muxlislarga tavsiya qilaman. Kelib shudan mashina xarid qilib. Hamma turdagi mashinalarimiz bor. Bor, Xudo xolasa to'p berish harakat etamiz, yo'qlarini ham. Sog'